Kollagen nima u? Nima uchun ichish kerak? Kollagen bu grekcha kolla so'zidan olingan bo'lib, kley degan ma'noni bildiradi. Ya'ni organizmdagi har bir to'qimani ipsimon oqsili. U butun tanani qurilish materiali hisoblanadi. Kollagensiz hech qaysi to'qimalarimiz birikmaydi. Demak, kollagen sochimizga, tirnoqlarimizga, terilarimizga osilmasligi uchun tizza bo'g'imlarimizga, umurtqalarimizga va butun suyak sistemamizga eng zarur bo'lgan ipsimon oqsil, ya'ni qurilish materiali hisoblanadi. Xo'sh, hozir biz qanday kollagen ichsak bizga foydasi tegadi deganlarni savoliga, kollagen ikki xil bo'ladi. Birinchi turdagisi bu hayvon suyaklaridan, cho'chqa, mol, tovuq va boshqa uy hayvonlarini suyaklaridan olingan va atxotlaridan olingan kollagen bo'ladi. Ikkinchi turdagi kollagen esa bu dengiz, juda ham chuqurlikda yashovchi dengiz baliqlaridan olingan morskoy peptidlarni kollageni hisoblanadi. Agar siz halol, tabiiy ham organizmga 100% yordam beradigan kollagen ichmoqchi bo'lsangiz, shularni farqiga borishingiz kerak. Kollagen effektivni bo'lish uchun u gidrolizlangan bo'lishi kerak. Ham uni tarkibida vitamin C bo'lishi kerak. Nega deysizmi? Chunki kollagen ichganda ichak shilliq pardasini hamda tish emalini yemirmasligi uchun uni tarkibida C vitamini bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni oshqozonda yara qo'zg'atmaydi. Ham C vitamini bo'lgani uchun terilarni yaltillatadi, qon aylanish sistemasini kuchaytirib beradi. Demak, men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Siz bo'g'im og'rig'i, grija, bosh og'rig'i, terilaringizda osilish, revmatizm, kolit, tirnoqlar sinishi, soch to'kilayotgan bo'lsa, marhamat qilib mana shu kasalliklarga javob topish uchun men sizlarga original kollagenni tavsiya qilgan bo'lar edim. Original kollagenni ikki xili mavjud. Birinchisi bu ko'z to'qimalarida zreniyani pasayib ketganligi uchun ularni ko'z to'qimalari hujayralarni tiklab berish uchun hamda vanil qo'shilgan, hamda chernika qo'shilgan morskoy kollagen original 100% dagi hali aytganimdek gidrolizlangan hamda C vitamini mujassam. Ikkinchi turdagi kollagenimiz bu original morskoy kollagen bo'lib, bu faqat qo'shilmagan chernika hamda vanil qo'shilmagan xolos. Bilasizlar, mana shu ikki kollagenni men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki hozirgi kunda hammamiz telefonga, televizorga qarayapmiz. Ko'zlarimiz quyosh nurlarida qamashadigan, oq narsaga qaralmaydigan bo'lyapsizmi? Mayda harflarni o'qolmayapmizmi? Demak, hammamizga vanilli hamda chernikali kollagen, morskoy original kollagen hamda mana bu chernika qo'shilmagan original kollagenni birinma-ketin ichishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bularni qaysi yoshdan ichish kerak degan savol bor. Men tavsiya qilgan bo'lardim, kollagen 20 yoshdan boshlab to 70-100 yoshgacha bu narsa kerak. Chunki o'sha yoshlarda ham 20 yoshdan boshlab kollagen aktiv yemirilishni boshlaydi. Bu to'qimalarimizni karkas to'qimasini mahkamlab, zichlab beradigan narsa bo'lgani uchun mana hozir yosh o'tganda ham tezda yemirilib, tezda bukchayib ketmasligi uchun mana shu kollagenlarni yoshlarga ham yilda hech bo'lmaganda 2 marta ichib qo'yishni tavsiya qilaman. 40, 50, 60 va undan yuqori yoshdagilarda bo'lsa, eng kami 3 oy davomida to'xtatmasdan bu kollagen ichib qo'yadigan bo'lsa, bo'g'im og'riqlari, bel og'riqlari, engayib yurishlar, bular hech qaysi bo'lmaydi. Oyoqdagi shishlar va bularning hammasiga kollagen javob beradi. Demak, yuragingiz ham baquvvat bo'lishi uchun jigar, o't, pochkalaringiz, o'pkalaringiz hammalarini to'qimalari mustahkam bo'lishi uchun kollagen bizga yana qaytaraman, qurilish materiali hisoblanadi. Azizlar, kimga shu original morskoy, ya'ni dengiz peptidlaridan olingan kollagen kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul, bemalol
video so'ngidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Omon bo'linglar.